Ha, знакомство ham ochib oldi. Endi bu qizlarni o'raymiz. Lena, Natasha, Polinочка. Привет. Как твои дела? Joni, kim bilan gaplashyapsiz bu yerdan beri? Ayo, ishxonamda, korxonachamda bitta pensioner ayol bor-da, Polina opa. O'sha Polina opaga hisobotlarni yuboring deb tekshirib qo'yatdim, asalcham. Joni, keling. Ovqatdan keyin meva yaxshi ketadi. Ol. Ha, asalcham, to'g'ri aytasan. Senga o'xshaydi mevachalar ham. Persikcham o'zimmi? Joni, ertalabdan chiqib ketasiz, kechga kelasiz. Kechqurun chiqib ketib, ertalab kelasiz. Har kun qayerga ketyapsiz? Sen so'rama, men gapirmay qo'yur. Yoki bironta oyimchani topib oldingizmi? Shunaqa deb o'ylashingni biluvdim. Sani o'zi xayoling buzuq. Eting unda. Qayerga ketasiz har kuni? Menga ovozingni ko'tarma, tushundingmi? O, Joni akasi. Oxirgi 3-4 kun ichida sizni tanib bo'lmay qoldi-yu. Sani fikr xayoling bitta narsa. Hamma ayollar o'zi bir xil o'ylaydi. Men senga og'irligim tushmasin deb o'zimga ish qidirib yuruvdim. Kichik korxonam bilasan, hozir uncha zo'r yurmayapti. Yana qo'shimcha ish qidiryapman men. Hamma ayollarning fikri xayoli bitta, xiyonat. Ha, shunaqa o'zi. Oxiri to'pikka kirgandan keyin indamay jim bo'lib qolasan, lom-lum deyolmay qolasan-da. Jonikcham, Joni, kechira qoling endi. Qizg'onaman-ku. Ha, shunaqa shubha qilasan-da. Bilib qo'y va unutma, meni slovarimda xiyonat degan gapni x harfi ham yo'q. Men beg'ubor, yaxshi, oqko'ngil, hech kimga qaramaydigan, faqat seni deydigan, vafodor, onasi o'pmagan yigit bo'lsam.